Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Men esa sizlarning vaqtingizni olmaslik uchun ushbu roligimizda darhol boshlayman. Demak, dastlabki texnikamiz Eurokamaz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, probeg esa 435 ming kilometr deyishyapti. Karaskalari toza, metan gazda harakat qiladi, ballonlar ham o'rta holatda. Ishlab turgan texnika, narxi 30 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Qashqadaryo viloyati. Ikkinchi texnikamiz esa Samasval Zil 1998-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, ishga tayyor holatda, motor Ural motordan. Ballonlar esa 90-95% atrofida, ходовой korobka, mostlar ham yaxshi holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Namangan viloyati, narxi esa 15 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Samasval Zil sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda, ishga tayyor holatda, motor, korobka, zadniy mostlar ham yaxshi, rama, kuzovlarda ham hech qanday muammosi yo'q, hujjatlar ham joyida deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, narxi 12.500 dollar aytilishi albatta kamaytirib beriladi, manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Demak, yana bir Zil 131 Samasval texnikamiz ham sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor, korobkalar ham zo'r, ramalari but-butun, hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor deyishmoqda. Narxi 10 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda yana bir Zil 130 markadagi texnikamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, motor Ural motordan, ballonlar 5 kamerlik, diskalarning holati ham a'lo darajada. Mashina naqadu ishga tayyor, ballonlari yangi 100% holatda deyishmoqda. Narxi 12 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Toshkent viloyati. Demak, navbatda yana bir Zil 130 markadagi texnikamiz sotiladi. 1993-yilda ishlab chiqarilgan, hamma joy soz holatda, hujjatlar ham joyida, mashina ishga tayyor, hozir ham ishlab turgan texnika deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 17 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi, manzil esa Navoiy viloyati. Navbatda esa Samasval Kamaz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilni yozib yuborishmabdi. Ishga tayyor holatda, motor, korobkalari ham zo'r, rama, kuzovlarda hech qanday muammosi yo'q. Hujjatlar ham joyida deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Samarqand viloyati. Narxi esa 19 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa bir yo'la ikkita Samasval Isuzu avtomashinamiz sotiladi. Birinchisi, ya'ni oq avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, ko'k rangli Isuzu avtomobilimiz esa 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Har ikki Isuzuning ham hujjatlari joyida, holat a'lo darajada, kafolat ham beriladi, hamma joy soz, naqadu holatida deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, 2013-yilda ishlab chiqarilgan oq Isuzu avtomobilining narxi 28 ming dollar, ko'k Isuzu avtomobilining narxi esa 25 ming dollar deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Farg'ona viloyati. Navbatda esa Samasval Havo avtomashinamiz sotiladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 40 tonna yukka mo'ljallangan deyishyapti. Holati yaxshi. Reduktor mostlari yaqindagina remont qilindi, motor ham yaqinda remont qilingan, hech qanday xarajat qolmagan. Narxi 22.500 dollar aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda Samasval Chakman avtomashinamiz sotiladi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, ballonlar 95% atrofida, akkumulyatorlar yangi, motor ходовойlar yaqinda remont qilingan, hujjatlar ham joyida, hech qanday kamchiligi qolmagan deyishyapti. Manzil Andijon viloyati, narxi esa 37 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Samasval Man sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, probeg esa 381 ming kilometr, holati yaxshi holatda, ishga tayyor. Telegramdan yozsangiz videosini ham tashlab beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, narxi 52 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa Samasval Havo avtomashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, pul zararli uchun sotilmoqda, shu sababli faqat naqd pulga sotiladi deb ma'lumot qoldirishgan. Mashina esa ishga tayyor holatda, naqadu holatida deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi esa 35 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Buxoro viloyati. Keyingi texnikamiz ham Samasval Havo avtomashinamiz. Ushbu texnikamiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan, noldan yig'ilgan deyishyapti. 8 ta balloni 60-70% atrofida, konditsionerlar ham bor. Ishga tayyor holatda, mashinaning hech qanday kamchiligi yo'q deyishmoqda. Narxi 29 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi, manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Samasval Havo avtomashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, ballonlar 80% atrofida,
Zavodskoy metan gazlar ham bor deyishmoqda. Narxi 58 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Biz esa albatta yana davom etamiz. Bizda esa navbatda yana bir Samosval havo avtomashinamiz 2009-yil ishlab chiqarilgan. Balolar esa 90% atrofida, metan gazlar ham bor. Ishga tayyor holatda olasiz, darhol ishga chiqishingiz mumkin deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 34 ming dollar aytilish kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Akalar, ushbu video roligim sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like tugmasini bosib qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni albatta unutmang. Agar kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ysangiz, bizning keyingi dasturlarimizni ham tomosha qilishga muyassar bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.